45 ming uraman deyapti. Aka yangi kelganlarga aytyapman aka, yangi kelgan. 45 ming uraman deyapti aka. Bu qimorda endi aka. Bu qimor aka. Bitta qimor o'yin bo'lyapti aka. Yutsangiz aka necha puldan beradi? O'rtani puli kattarib ketdi. Qanchadan beradi aka yutsa? Aka o'rtani puli kattarib ketdi, 15 ming rubldan o'ntasiga beraman. Aha. 15 ming rubldan 10 tadan beraman. Faqat Ibodulloh qaytma, Ibodulloh omad deb yozsin bo'ldi. Ismini ham yozib qo'ysin. Gap yo'q. Ismini ham yozib qo'ysin. Aka pul ketdi aka, kartani tekshirishni o'rtakash aka pul ketdi aka. Hozir aka. Akamiz javob qo'dadan oldin qararkanda, oldin yutib olsak bo'ladi shunaqanda yutadi. 35 ming bo'ldi. Aka 345 ming bo'ldi aka. Aha. Mening bergan hali otasi yo'q. O'ziga qaytdi 45 ming aka. 45 ming o'ziga qaytaraman. Bo'ldi aka. 45 ming o'ziga qaytdi. Bo'ldi kelgan pul hisob